Amin, ilohi amin. Ko'p yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz ulug' bo'lsin. O'g'lim bilan qo'sha qaringlar. Niyatlaringizga yetib yuringlar. Ilohi amin. Hamisha shunaqa xursandchilikda, chiroyli dasturxonlar atrofida niyatlarga yetgan holda yuraylik. Allohim Qo'chqordek o'g'illar bersin, Fotima Zahrodek qizlar bersin, oydek baxt oltindan taxt qo'shib bersin. Shularni ko'rishlikka nasib qilsin. Har doim shunaqa to'rilarda o'tirishlikka yetkazsin, ha bola? Qo'sha qaringlar. Amin. Qizim, endi borib damingizni oling. To'ydan beri ancha charchab qoldingiz. Xo'p bo'ladi oyijon, rahmat. Xo'p, Zafar, jiyanim, ana to'ylar o'tib oldi. Baxtli bo'lgan iloyim. Qo'sha qaragin. Yaxshi farzandlar Xudo xolasa nasib qilsin. Opa, mana ham endi boray. Qiladigan ishlarim bor. Agar bitta omin bersangiz, men turardim. O'tiruvdik-da endi. Opa, mana Xudoga shukr, to'ylar chiroyli o'tdi. Yedik, ichdik, mazza qildik. Endi sekin men ham borib ishlarimni bitiray. Agar yana nimadir xizmat bo'lsa, bemalol aytasiz yoki telefon qilasiz, men kelaman. Bilamiz. Egarchilik. O'shanga. Anjonlaring sog' bo'lsin. Berganlaring Alloh rozi bo'lsin. Qo'sha qarigin, bolalaring rohatini ko'rgin, niyatlaringga yetib yurgin. Ilohi amin. Allohu akbar. Bo'pti, yaxshi bor. Rahmat. Hop. Yaxshi o'tiringlar. Kelaman yana bir. Bo'pti, hop. Hop. Zafar o'g'lim, mana to'yingni ko'rish menga nasib qildi. Xudoga shukr. Siz lekin shu kunlarda otang ko'ra olmadi-da. Ha. Dadam bu kunlarni ko'rmay o'tib ketdilar. Balki ruhlari shod bo'layotgandir oyi. Ha, endi boriga shukr bolam. Endi buni bu yog'iga turmushda og'irliklarga, qiyinchiliklarga chidab yashagin bolam. Bir narsani bilgin bolam. Mana ko'chadagi qalang'ir o'rtoqlaringni endi yig'ishtirgin. Mana u bema'ni qing'ir-qish ishlaringni yig'ishtirgin. Bundan keyin endi oilang bilan chiroyli yashagin, qo'sha qarigin bolam. Oyi, qiziq gaplarni gapirasiz. Biror marta yomon bolalarga qo'shilganimni ko'rganmisiz? Men ko'rmagan bo'lsam ham bolam, sezaman bunaqa narsalarni. Kim nima qilib yuribdi, kim qayerda yuribdi, bularni men sezaman bolam. Men onaman. Xo'p oyijon, siz nima desangiz shu bo'ladi. O'g'lim, men aytmoqchi bo'lganim, sen endi katta hayotga qadam qo'yyapsan. Bundan bu yog'iga hushyor bo'lib, qadamingni o'ylab bosgin. To'g'ri yurgin demoqchiman-da bolam. Hozirgi yoshlar arzimagan narsalar deb tezda ajrashib ketyapti. Mana, bolam, qo'shnimiz Sanobar opani o'g'li yaqinda ajrashdi. Arzimagan narsani deb. Bechora mana ajrashgandan keyin alkash bo'lib qoldi. Oiladan baraka qochadi, fayz ketadi bolam. Ajrashgan oilada baraka qochishi bu bor narsa. Bekorga aytilmagan. Shuning uchun sen ham oilada har xil qiyinchiliklarga achchiq qilib, xotining bilan urushib, janjal qilib yurmagin. Tushunishga harakat qilgin. Sanobar opani o'g'li mana essizgina, yoshgina bola alkash bo'ldi qoldi. Shunday xor bo'lib ketdi. Essiz. Oyi, Sanobar opani o'g'li yaqinda uylangan edi. Qanaqasiga bunday bo'ladi? Ha, bolam. Shunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun ham senga o'zingni ehtiyot qil. Asta bo'lib yurgin deyapman-da. Seni ham shu turmushda ajrashib shu boladek alkash bo'lib bir nimalar bo'lib qolmagin deyman-da bolam. Hozirdanoq oilangni mahkam ushlagin. Menga seni baxting muhim. Oyi, sovuq nafas qilmay. Biz yaxshi yashasak,
Albatta baxtli bo'lamiz biz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Xavotir olmang. Iloyim, iloyim bolam. Aytganing bo'lsin, iloyim. Gulmira. Qalaysan, Gulmira? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Bu yerda nima qilyapsan, Gulmira? Ha, anchadan beri ish qidirib yurgandim opa. Bir dugonam shu joyni tavsiya qilgan edi. Shunga bu joyda ishlash uchun kelgan edim. Hozir suhbatda o'tsam, balkim joylasharman, balkim bilmadim. Sen rostini aytsan, maslahatim bu yerda ishlama. Voy, opa, nimaga? Hozir bir ikkita narsalarim qolib ketgan ekan, olgani kelgandim. Rostini aytsam, bu yerda ish og'ir, oylik kam. Men senga bu yerni yomonlamoqchi emasman. Shunchaki bundan ham yaxshi ish topsang bo'ladi demoqchiman. Ha, tushunarli. Mayli opa, ishlab ko'raychi. Siz aytgandek, oyligi kam bo'lsa, yoqmasa boshqa ish qidirarman. Avval suhbatda o'taychi, qani xo'jayin nima der ekan? Yaxshi, o'zing bilasan. Ha, aytgancha opang ko'rinmay qoldi oxirgi paytlarda. Opa, sizning xabaringiz yo'qmi? Opam erga tegdilar-ku. Yaqinda to'ylari bo'ldi. Yo'q, rostdanmi? Menga hech nima demadi-yu. Bir og'iz to'yimga boram deb aytmadi-yu. Opajon, xafa bo'lmang. To'y tashvishlari bilan bo'lib, opam esdan chiqib qolgan bo'lsalar kerak-da. Ha, mayli, o'zi kimga tegdi? Rasmi bormi kuyov bolani? Ha, mana bola. Qattiq qolib ketdi bular. Ana kelishyapti-yu qahramonlar. Qattiq yuribsanlar, tez-tez yurmaysanlarmi? Ha, endi qolib ketdik-de, nima deysan endi? Kelyapmiz aylanib. Qattiq yuribsanlar, tez-tez kelmaysanlarmi? Ha, probkada qolib ketdik. Nanu, Yarim nima gap? Charchamasdan. Qalaysan, no'layapti? Alloh yaxshi. Nima qilamiz? Biron joyga borib o'tiramizmi? Bilmadim. Zafarga telefon qilish kerak. Menimcha bugun Zafar ko'chaga chiqmasa kerak. O'zlaring bilasanlar nimaligini. Ya, og'aylar nimaga chiqmaydi? Bitta ayollar deb uylangan bo'lsa ham nima bo'pti? Og'aylarni unutib yormasa kerak. Doniyor, u hozir hayotini eng shirin kunlarini boshdan o'tkazyapti. Bilasan-ku, bunaqa payt do'st, oshna og'aylar ko'zi ko'rmaydi. Mazza qilib yashayapti-da. Mazza qilib yuribdi. Lekin to'y zo'r bo'ldi. Doni aytganda, to'yda raqqos ekansan-ku. Vaqti zo'r o'ynadi lekin mazza qilib o'rtoq. Endi Sardor o'sha kuni kayfim zo'r bo'lib qopti-da. O'ynasam o'ynayman deb o'zimni og'aynimni to'yi-ku. Uni buni qo'ylaring. Jahon nima to'y kelmadi? Xabaring yo'qmi? Zafar uylangan qizni Jahon ham yaxshi ko'rardi-yu. Shuning uchun kelmadi. Agar kelganda janjal bo'lardi. Ha, to'g'ri lekin kelganda janjal bo'lar rostdan ham. Yo'q-e, rostdan. Ha, rostdan, shuning uchun to'yga kelmadi. Yaxshi ko'rardi u qizni. Bilmas ekanman, xabarim yo'q edi meni. Mana qara, uni buni qo'ylaring. Bu joyga borib o'tiramizmi yo'qmi? Bugun bir maza qilib o'tiramizmi yoki shunaqa turaveramizmi gap sotib? Bo'ldi, xatga boramiz. Undan oldin Zafarga telefon qilish kerak. Telefon qil bo'lmasa. Bo'pti, hozir qilaman. Dilorom. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yo'q, charchamadim. O'zingizchi? Men yaxshiman. Xudoga shukr. Bilasan, Xudo menga hamma narsani beradi. Senga uylanishni niyat qilgandim. Unga erishtirdi.
Onam yonimdalar. Ishim yaxshi. Hammasi uchun shukr qilaman. Men ham sizga o'xshab o'ylagan niyatlarimga erishdim, Xudoga shukr. Ha. Inson yaxshi niyat qilsa, Xudo yetkazar ekan. Ha, to'g'ri aytasiz. Bugun nima qilamiz? Bilmadim, siz bilasiz-da. Endi bundan buyog'iga nima ish qilishni birgalikda hal qilish kerak-ku. Shuning uchun so'rayapman-da, Dilorom. Endi Zafar aka, oila boshlig'isiz siz. Siz nima desangiz, shu bo'ladi-da. To'ydan oldin bunaqa gaplar yo'q edi-ku. Boshqacha bo'lib qolsanmi, Dilorom? Hozir desam. Alo. Allo, Zafar. Qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Nima gap, Doniyor? Bugun bolalar bilan yig'ilgan edik. Nima qilamiz, bu joyda o'tirmaymizmi? Seni kutib o'tiribmiz biz. Og'ayni. O'zi yaqinda to'y tashvishlaridan qutulgan bo'lsam. Yana qanaqa o'tirish? Zafar. Hozir bir yig'ilib o'tirmasak, boshqa kuni ko'risha olmaymiz menimcha. Sen ham uylanding. Bundan buyon o'rtoqlar bilan ko'rishishga vaqting bo'lmay qoladi, do'stim. Shuni endi hech bo'lmasa bir o'tirib didorlashaylik. Oxirgi marta bo'lsa ham. Didor g'animat. Qo'ymaysanlar-da. Bo'pti, menga manzil tashab qo'y. O'taman. Bo'pti. Ha, tinchlikmi? Kim telefon qildi? Og'aynilarim chaqiryapti. Bormasam bo'lmaydi. Bormasam gap qilishadi-da. Men nima, bitta o'zim qolaman shu yerda. Nega bir o'zing o'tirasan? Ana onam bilan gaplashib o'tir. Suhbatlarni ol. U yoq bu yoqdan gaplashib o'tiringlar. Qaynona kelin suhbatlashib o'tirish boshqacha bo'lsa kerak-a? Bo'pti, faqat tez kelasiz-a? Xotir olma, tez kelaman. Bo'pti, men kiyimlarimni almashtirib olay. Xo'p. Allo, Zafar aka. Allo. Zafar aka chiqib ketuvdilar. Nima ishingiz bor edi? Dilorom, senmisan? Ha, menman. Kim bu? Men Bonuman, tanimadingmi? Ha, tanidim. Banu yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nega meni to'yga yetmading? Erga tegib Dugonajon, to'y tashvishlari bilan bo'lib, sana aytish esimdan chiqib qopti-da. Menga qara, Dilorom. Senga bir narsani aytib qo'ymoqchiman. O'sha Erjoning menga uylanaman deb 1 yildan beri men bilan gaplashib yurardi. Endi qarasam, hamma gapi yolg'on ekan. Bu ish uchun hali javob beraman. Senga keladigan bo'lsangiz, sen bilan ko'p yasholmaysan. Sendan oldin u ko'p qizlar bilan yurgan. Shuni bilib qo'ygin. Tushundingmi? Voy, bu nima deganing? Bo'pti, xayr. Allo. Allo. Bo'pti, men ketdim. Bonu degan qiz telefon qildi. Uni qayerdan taniysiz? Bonu degan qiz? Tanimayman uni. Kim ekan? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas. Bonuni qayerdan taniysiz deyapman sizga. Dilorom. Hozir o'rtoqlarim bilan o'tirishim bor. Borib kelay, keyin senga hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, hozir tushuntirib bering. Menga nima deganini bilasizmi o'zi? Dilorom. Senga nima degan bo'lsa ham, hammasi yolg'on. Hozir tinchgina borib kelay, keyin hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, menga hozir tushuntirib bering. Bo'pti. Keyin gaplashamiz. Ha, endi nima qilmoqchisan? Men jahlim chiqayotgan narsa bilasanmi? 1 yildan beri meni aldab uylanmaganim. Aldab ketgani yetmagandek, yana dugonamga uylanibdi. Shunchalik ham ishonuvchan bo'lamanmi? Shunchalik ham ahmoq bo'lamanmi? Tavba. Xafa bo'lmagin, o'zingda ham ayb bor. Voy, bu nima deganing? Nima deb ayb ish qilaman? Seni aybing o'sha bolaning gaplariga ishonganing. O'laman, kuyaman degan gaplariga uchmaslik kerak edi.
Uni oldin yaxshilab sinovdan o'tkazish kerak edi. Undan keyin esa zaksdan o'tish kerak edi. Nima deganing bu? Gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi? Senga 1 yildan beri gaplashib yurishimni aytdim-ku, qayerdan bilaman? O'zimni eng yaqin dugonamga uylanib ketishini. 1 yildan beri gaplashib yurgan insonda gapirayotgan gaplariga har qanday qiz ham ishonib qoladi. Hech o'ylamagandim bunday bo'lishini. Og'zingni ochib o'tirganing uchun ham boshqasi ilib ketdi. Ha, baxtli bo'lgan u bo'ladi, baxtsiz bo'lgan esa sen. Shunchaki uzoq vaqt gaplashib yurgan yigitlarga ham ishonch yo'q ekan, shuni tushunyapman. Men bu ishni shunday qoldirmayman. Meni his-tuyg'ularimni o'yin qilgani uchun bu ish uchun men undan qasdimni olaman. Uni buni bilmadim-u, lekin baribir jabr chekkan sen bo'lasan. Ko'ramiz kim jabr chekarkan. Ko'ramiz, o'zing bilasan. Nima qilsang qilaver. Menga farqi yo'q. Hoy shoir o'rtog'i, tuzumsiz rahmat telefon qilganingizga. Ha, xudoga shukr, xordalar chiqyapti. Ha, kelinni qo'ldan choylar ichib o'tiribmiz, xizmatlarni qilib yuribdi. Iloya qo'sha qarishsin. Bo'ldi, endi ozgina kamchiliklar. Uni qilsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Hay, rahmat. Ha, bo'pti, o'rtoq, xo'p, hay. Tinchlikmi qizim? Voy, rahmat. Oyijon, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Voy qizim, nima gap ekan? Bemalol so'rayvering. To'g'risini aytishga biroz xijolat bo'lyapman, oyijon. Voy qizim, nimaga xijolat bo'lasiz? Bemalol so'ravering. Aytmoqchi bo'lgan gapim, mendan oldin Zafar akani bironta yaxshi ko'rgan qizlari bormidi deb so'ramoqchi edim. Voy, ona qizim, qayerdan olasiz unaqa gaplarni? Sizdan boshqa kim ham yaxshi ko'rardi o'g'lim? Dugonamni qizi bo'lganingiz uchun o'zim sizni kelin qildim-da. Qizim, o'g'lim Zafar balkim ko'chada birontasi bilan gaplashgandir. Lekin u qizlar sizni o'rningizni bosa olmaydi. Yaxshi ko'rish bilan yaxshi ko'rishni farqi bor. Oila bu muqaddas narsa. Sizga maslahatim, har xil mayda-chuyda gaplarini deb boshingizni og'ritib yurmang. Bo'lmasa bu oilangizda tinchlik, totuvlik bo'lmaydi. Tushundim oyijon, lekin men aytmoqchi bo'lganim, Zafar akam telefoniga bir ikkita qizlar telefon qilganini ko'rib qoldim-da. Shunga biroz rashkim kelib, sizdan so'rayapman oyijon. Voy qizim, menga qarang qizim, Zafarni o'zim otasi katta qildim. O'qitdim, yemay yedirdim, ichmay ichirdim. Shu yoshgacha o'zim katta qildim. Qo'limdan kelgancha tarbiya qildim. Qizim, endi har qanday bolani o'ziga yarasha xato kamchiliklari bo'ladi-da. Endi qizim, har xil ko'chadagi mayda-chuyda gaplarni nima qilib oilangizni sovuqchilik solmang. Chiroyli yashanglar, chiroyli gaplashinglar, bir-biringizga mehr beringlar. Shunda oila mustahkam bo'ladi. Oilada eng kerakli narsa bilasizmi? Bu mehr, e'tibor, shirin so'zlik, chiroyli kutib olish. Ishdan kelsa, Zafarga chiroyli gapiring. U mehrini sizga beradi. To'ydan beriga qarang, qanday siz bilan chiroyli muomala qilib yuribdi. Shuning uchun har xil gaplarga e'tibor bermang. Zafarjonni boshini qotirmang. Xo'p oyijon, xo'p bo'ladi. Hay, ana, baraka toping qizim, baxtli bo'linglar. Bolla. Sizlarni bilmadim-ku. Meni lekin yomon uylangim kelyapti. Zafarga havasim kelyapti, to'g'risi. Og'ayni, endi sen uylanaman demagan, o'zi o'rtoqlarimiz qirilib ketyapti. Hozir sen uylasang, hammasi yo'qib ketadi. Bilasan, hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketdi. Endi sen ham uylanaman demagan, kurukni xabar seni ushlab qolaylik. Sardor, Doni nima uylanmoqchi bilasanmi? Ko'chadagi sevishib yurgan qizlardan qutulmoqchi. Bo'lmasa, boshiga bir balon boshlab qo'yishdan qo'rqyapti. Xicham unaqa emas. Meni birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Yo'q, ko'ramiz uylanganingdan keyin nima bo'lishini. Otingga suvotga beraverasan. Bu ana, Zafar kelyapti. Hamma o'zi bilan o'zi.
Qalaysan Zafar? Yaxshimisan? Charchamasdan. Aka bola, hayot qalay endi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar tuzukmisizlar? Doningni senga havas ketdi. Uylangisi kelib qopti. Uylangani yaxshi-da. Qachongacha sizlarga o'xshab daydi qizlar bilan yuradi? O, uylanganingdan keyin ancha o'zgarib qopsanmi? Qachondan aqlli bola bo'lib qolding? Anchadan beri nima edi? Diskotekada, dachada kayf qilib yurgan esingdan chiqib qoldimi? Bu ishlarni sanlarga qo'shilib qilganman. O'zimdan o'zim qilmaganman. Doni, uylanging kelayotgan bo'lsa, uylan o'rtoq. Bo'lmasa men bularga o'xshab daydi qizlarga lakishib yurasan. Bos o'rtoq. To'g'ri aytasan, xo'p o'rtoq, aytganingdek qilaman. Ha, qatki? Hozir. Ha, uylangandan keyin bu yog'iga xotinga so'tga berish kerakmi deyman-da. Alo. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, menga va'dalarni berib, dugonamga uylanib, mazza qilib yashayapsizmi? Bonu, men senga necha marta aytganman, qo'ng'iroq qilmadi. Senga aytdim-ku, uni onam topgan deb. Ha, shunaqami? Kelib oyingizni topgani meni dugonam ekanda. Bonu, men o'z xohishim bilan uylanganim yo'q. Onam majbur qildi. Onamning rayiga qarshi chiqa olmadim. Yo'q-ey, men-chi? Men nima qilaman endi? Bergan va'dalaringiz nima bo'ladi? Bonu, shu masalani ko'rishib gaplasha qolaylik bo'lmasa? Bo'pti, keling unda ko'rishamiz. Har doimgi ko'rishadigan joyingizda bo'laman. Bo'ldi. Hozir boraman. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Ozgina ishim chiqib qoldi, zarur ishim. Boshqa safar o'tirarmiz. Kelaman, bo'ldi. Kelaman, bo'ldi hali. Daqiqa. Ko'rdingmi? Uylangandan keyin ahvoling shu bo'ladi. Xotin quli bo'lib qolasan, qullim. Atchot berib yurasan. Shunaqa bo'ladi. Ha, qalaysan? Yo'q, yaxshi emasman. Nima edi? Kel. Shu yerda hammasini bafurja gaplashib olaylik. Mayli, gaplashamiz. Nima gapingiz bor? Bonu. Bilaman, ko'nglingni qattiq ranjitdim. O'zi to'yim haqida senga xabar bermoqchi edim. Dabdurustdan to'yim tezlashib ketdi. Onam bir qiz topgan ekan. Onam shunga uylanasan deb xoli jonimga qo'ymadilar-da. Sana endi o'lgan ustiga tepgan qilib xotinimga telefon qilib o'tiribsan. Shunaqa deng. O'sha topgan qizingiz meni eng yaqin dugonam bo'ladi. Bilmasangiz bilib qo'ying. Ikkinchidan menga qop-qop va'dalarni berdingiz, uylanaman deb. Uchinchidan, men ahmoq sizni yolg'on va'dalaringizga uchunman. Shu paytgacha siz bilan gaplashib, yolg'on va'dalaringizga uchgan ekanman-da. Esiz meni hayotim. Meni baxtsiz qilib, o'zingiz baxtli bo'laman deb o'ylayapsizmi? Bonu, bu ishlar o'z xohishim bilan bo'lgani yo'q. Senga yana qaytarib aytaman. Bo'lar ishi bu bo'ldi. To'ydan oldin bu masalani senga aytmoqchi edim. Lekin ulgurmadim. Bilaman, senga ko'p va'dalar bergandim. Taqdirimiz birmas ekan. Uylanaman degandim. Afsuski unday bo'lmadi. Qismat ekan. Meni kechir. Sen ham o'z baxtingni topasan albatta. Men bunga ishonaman. Ha, bu gaplaringiz bilan meni qalbimni yumshata olmaysiz. Singan qalbni hech narsa tuzata olmaydi. Bir narsani bilib qo'ying. O'sha xotinchingiz bilan uzoqqa bora olmaysiz. Men sizga kafolat beraman. Toki men ham baxtsiz ekanman, siz ham baxtli bo'lmaysiz. Bonu. To'xta, Bonu.